Quyon bilan yo'lbars bir yerda gaplashib o'tirsa, barchamizga ma'lumki, yo'lbars bu go'sht yeydi. Go'sht yegandan keyin albatta og'izdan yomon hid paydo bo'ladi. Gaplashib o'tirgan vaqtlarida yo'lbarsning og'zidan yomon hid chiqadi. Shunda quyon aytadi, og'zing juda sasib ketibdi deydi. Shunda yo'lbars juda bir hijolat bo'lib, xafa bo'lib, yuragiga boyagi gap og'ir tegadi. Yerda turgan bir og'ir narsani, qattiq narsani olib, mon bilan boshimga bitta urib qo'y dedi. Quyon tafakkur qilmasdan boshiga bitta ursa, yo'lbars indamasdan ketib qoladi. Bir necha vaqt o'tgandan keyin yo'lbars bilan quyon qaytib uchrashadi. Uchrashib so'raydi, yo'lbars, boyagi yering bosh yorilib qoladi-da. Boyagi yorilgan yering tuzalib qoldimi, yaxshi bo'lib qoldingmi deb hol ahvol so'raganda yo'lbars aytgan ekan. Ha, boshim tuzalib qoldi, lekin yuragim yana ham og'riyapti degan ekan. Ya'ni ulamolarimizning aytgan gapi bor. Jarohatus sinani lahat tayamu va la yaltamu ma jarahal lisanu. Qilich bilan yetgan jarohatni tuzaltirsa bo'ladi. Uni dorilasa bo'ladi, lekin til bilan ketgan jarohatni dorilash qiyin. Shuning uchun farzandlarimizga, qo'l ostimizdagilarga, ahli oilamizga kimgadir yuragi og'riydigan gapni aytishdan ehtiyot bo'laylik.